Mana o'zi kelganimga 4 kun bo'ldi. Oyoqlarimning og'riqlari, belimning og'rig'i ancha yaxshi bo'lganman. Ancha o'zimni titrayapman. Mana 60-yil Tamara xolamiz. Assalomu alaykum. Tamara xola, bardan baquvvatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Tuzimisiz? Tamara xola, qayerdan keldingiz? Men Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan keldim. Muborak tumanidan keldingiz. Mana bu uzoqroq masofa endi mana bizga nisbatan. Menimcha 15 soatda keldingiz, necha soatda keldingiz? 16 soatda. 16 soatda. Poyezdda keldingiz-da? Yo'q, o'g'limning mashinasida. Mashinada. Juda ham zo'r. Bizda Farg'onaga birinchi marta keldingiz-a? Yo, oldin ham kelganmisiz? Yo'q, birinchi. Mana birinchi marta Farg'onaga. YouTube'dan 6 oylar sizni kuzatdim. Xo'p. 6 oylar kuzatdim. Shu yigitning yoniga qachon jivoyini yoniga bor ekanman deb shu ayta oxir keldim shu yerga. Keldingiz bizga. Juda ham yaxshi. Kelganingizdan xursandmisiz hojiona? Xursandman. Judalar xursandman. O'g'lim judalar. Mana o'zi kelganimga 4 kun bo'ldi. Oyoqlarimning og'riqlari, belimning og'rig'i ancha yaxshi bo'lganman. Ancha o'zimni titrayapman. Juda yaxshiman. Yengilliklar bor mana. Yangilik bor. Mana endi shu narsani tushunishimiz kerakki, hojonamiz 60-yil rosa mehnat qilgan. Siz mana qaraysiz, hojonamizda o'ng tizza bo'g'imida 3-bosqich, chap tizza bo'g'imida 1-bosqich yemirilish diagnozini qo'ygan ekanmiz hojona. Bunga qo'shimcha ikkala tizza bo'g'imida ham bo'g'imda shamollash kuchli. Endi mana shu holatda biz revmatolog bilan birgalikda davolayapmiz sizni. Hojonani kasalligini 70% men tomonlama ekan, 30% revmatolog tomonlama bo'lyapti-gina hojona. Hojona kim bo'lib ishlagansiz oldin? Nima qilgansiz? Aptikada tasavvuf bo'lib ishlaganman. Aptikada. Bu tizzingiz og'rig'ini nima bilan bog'laysiz? Hojona ko'proq. Endi bilmasam men. Peshkom borib kelardim ishga. Ko'p piyoda yurgansizda, piyoda. Peshkom borib kelardim. Bir 3 kilometr, 4 kilometrlik yo'l. Borardik, kelardik. Ba'zida texnikada, ba'zida peshkom. Bir 22 yil ishlaganman. 22 yil ishlagansiz. Juda ham yaxshi. Mana mahalladoshlaringiz eshityapti sizni mana. O'sha Qashqadaryo aholi eshityapti. Shularga Farg'ona shahridagi Doktor Ismoiljon nomidagi yoki Farg'ona shahar Toshloqdagi Zarkin shifoxonamizga mana kelib davolanyapsiz. Dostonbek ortoped travmatologist davolayapti hojona. Nima maslahat berasiz xalqingizga? Xalqimga Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidagi xalqlarga alangalik salom. Xalqim, men 3 yil oyoqdan azob ko'rdim. Oyog'imdan azob ko'rib, mana Dostonjon o'g'limning yoniga kelib, mana hozir 4 kundan beri shaqqa yotib davolanyapman. Men yaxshiman, ancha o'zgarishim bor, sog'ayapman. Belimda grijam ham bor ekan, buni ham davolashyapti. Yaxshiman. Shunaqa kasal bo'lganlar Dostonjon o'g'limning yoniga kelsinlar, davolansinlar. Yaxshiman, ancha yaxshiman, juda yaxshiman. Juda ham yaxshi. Dostonjon o'g'limga rahmat. Sog' bo'ling. Siz shunaqa, ya'ni faqat sizda davolanib keldingiz o'shanda. Men juda ham xursand bo'lib ketdim. Endi shu narsani tushunishimiz kerakki. Men YouTube'dan ko'rdim-da. Sizni ko'rib keldim-da, YouTube bilan keldim-da men. Bitta boshqa ijtimoiy tarmoqqa ishonib keldingiz-da, to'g'rimi? Mana shu narsani tushuntirishimiz kerakki, har bitta bemorni davolayotganda alohida yondashuv bilan davolaymiz. Endi har bitta bemor tezlikda yaxshi bo'lmas ekan. Ya'ni bir xilgi bemorlarimiz 10 kunda yaxshi bo'lar ekan hojona. Bir xilgi bemorlarimiz 2-etapida yaxshi bo'lar ekan. Bir xilgi bemorlarimiz 3-etapida yaxshi bo'lar ekan. Bir xilgi bemorlarimiz 3 kunda yaxshi bo'lib qolar ekan. Hojona, to'g'rimi? Menda 4 kun bo'ldi. Sizda 4 kun bo'ldi. Har bitta insonning organizmi bu alohida organizm hisoblanadi. Ya'ni xolami organizm bilan meni organizmda farq bo'ladi. Yoki xolami organizm bilan boshqa birovni organizmida farq bo'ladi. Endi bemorlar davolangandan keyin yana og'rib qolayotgan bo'lsa, albatta ko'nglini cho'ktirmasdan yana o'sha davolayotgan ortoped travmatologga kelib maslahat olish kerak. Bir marta davolandim, yaxshi bo'lmadim deb cho'kinmaslik kerak ekan hozir, to'g'rimi? Ha, endi kelaman o'g'lim, endi kelaman, izini qo'ymayman. Endi mana biz Farg'onani bilib oldingiz. Bilib oldim. Joylarimizni bilib oldingiz. Bilib oldim. Zo'r. Kelaman. Qiynalayotgan aholimiz bo'lsa, moddiy tomonlama qiynalmayapti. Qashqadaryoda juda ko'p, judalar ko'pmi? Mana moddiy tomonlama ham qiynalayotgan aholimiz bo'lsa, mana hojona misol bor endi hayotda. Bor, hayotda bor. Albatta, hojona mana siz oldingizga aytyapman, bemalol kelsin. Men qo'limdan kelgancha yordamni qilaman. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Hojona, chunki mana Dostonbek oldiga bormoqchiman. Hech moddiy imkoniyatim bo'yicha dori ko'limga pulim bor, yotag'imga pulim bor, izlichinasi bilan kislorodga pulim yo'q deyishi mumkin. Yotag'imga pulim bor, dori ko'limga pulim bor, qolganlarga pulim yo'q deyishi mumkin. Bemalol kirsa, biz qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, to'g'rimi hojona? Chunki yashang. Maqsadimiz tarbiya qilib boqqan otangiz bilan onangizga minglar dunyo turguncha turing iloyim. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Tan joyingiz sog' bo'lsin.